Arziydimi sotib olishga aytaylik? Hozir agar yonimda kimdir bo'lganda, kelib mana bu joyni krupni olib berardi. Shtativga qo'yib qo'yganman, shuning uchun montajga xafa bo'lmaysiz. Yeyibsha. Shtativda turishi uchun mana bunisini pasaytirish kerak. Mana bundan yechilsa kerak. Pastga ega olsak bo'ladi shtativ uchun. Mobilografim bo'lganda, mana bu yerdan yon kadrdan olardi, sizlarga krupni olib berardi. Shtativ. Temir shtativ, og'irgina. Holatda. Xo'p, YouTube ko'rib keldim. Ha bu xuynasini ichiga solar ekanda, keyin qistirar ekan, bu bilan. Orqa radiomiga o'laymiz. Bismillah. Yaxshigina svet berar ekan. Mana svetni narigi tarafga berganman, lekin men yuzimga qaranglar. Hozir ko'rsin. Busiz yuzim. Xirami tiniqmi? 15 max olman, lekin qaranglar. Xira. Endi yuzimga e'tibor beringlar. Buni sariqqami tuqsa bo'ladi. Ya'ni issiqqa. Arziydimi sotib olishga aytaylik? Tak, oqqa o'tqizaman-da. Menda xonada patologda svet bor, endi shuni o'chiraman. Qani. Endi ish jarayonida qanaqa bo'ladi ko'rsin. Buni nariga qo'yamiz-da. Devorga qaratib qo'yaman. Yuzimga bersam qanchalik to'g'ri bo'lar ekan? Devorga beraman-da, devordan o'zimga отражение olaman. Endi buni ustida softboxi bor, kiydiradigan. Nega bu ichi bo'sh deyishinglar mumkin? Buni tasmasi ichida. O'zi yetib kelganda avtomatik shiq etib yopib olar ekan. Mana bunaqa qilinar ekan, tipi. Mana bunisini kiygizaman hozir. Ga beraman. Tipi mana shunaqa. Bu sariqda hali oqqa o'tqizsa bo'ladi. Oqda ekan sariqqa o'tqizdim. Oxiri finish natijamiz. Baho beringlar-chi. Normalmi? Buni xavfsiyatini ozuncha pasaytiraman. Xususiy opsiya olganda yo'qdan ko'ra aytgancha, men bu ko'rinishimga ahamiyat bermaylar. Atga chuqurim shu 1 yo 2 bo'ldi. Men buni yig'dim. Rosa havasim keldi qanaqa ko'rinar ekan deb. Shuning uchun uy kiyimida sochimni bir ahvol qildim. Noto'g'ri tushunmaysiz degan bittaman.